Jahon aka, so'rab kelishdi. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Armon aka, charchamayapsizmi? Xo'p, aka, uyimiz bituvdi. Xo'sh. Mana shu razmerlarda gilamli kerak bo'ladi. O'lchamini o'zi olgansiz. Da. Bunaqa mijozda o'lchamini aniq biladi, lekin nima olishni bilmaydi. Xo'p, bu razmerda qarang. Avvalni ham bor, to'rtburchi ham bor. Bu yoqqa o'tinglar, dumaloq gilamlarni ko'rasiz. Mo'ljallar ham varianti bormi? Bor aka, internetda bitta variantlar ko'rdim. Shunga o'xshagan variantlar bormi sizda ko'rganing? Bunaqa mijozlarga shaxsiy fikrim juda muhim. Xo'p, o'zidan ham bor, o'xshash variantlari ham bor. Ko'ramiz. Albatta. Bor aka, bu ma'qul. Bo'ladi. Endi qarang, o'xshash varianti ham bor. Bunga nima deysiz? Tanlamayapman, bilmayapman. Ko'ka ham yaxshi ekan, bejlisi ham yaxshi ekan. Shu bosh qotib qoldi-da, nimagadir bor-ku. Bunaqa payt mijozga servis ko'rsatish kerak. Oka men bor uzr. Ko'k rangimi, yashil rangimi, seriymi, hammasini olib borib uyingizga solib bersan. Zo'r bo'lardi aka, shunga ja qiynalyapti odam. Bo'ladi. Men unda telegramga yozib beraman. Bo'ladi. Lakasi tashlab bering. Xo'p bo'ladi. Aytgan vaqtda yetkazib beraman. Xolos. Yaxshiliklar ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Shu va shunga o'xshash bo'lgan holatlarni yanada ko'proq ko'rish uchun Milad kanaliga obuna bo'ling.